Assalomu alaykum. Efirda Samarqandda ta'lim haftachida dasturi tanishing. Bugun dasturimizdan quyidagi lavhalar o'rin olgan. O'tayotgan haftada jadidlar izidan respublika tanlovining tuman shahar bosqichlari bo'lib o'tdi. Muvozanat, pedagoglarni psixologik qo'llab-quvvatlash treninglari tashkil etildi. Asosiy fan olimpiadasining tuman shahar bosqichlariga start berildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi yig'ilishida ko'rilgan masalalar muhokama qilindi. O'tayotgan haftada respublikamizning barcha hududlarida bir vaqtning o'zida jadidlar izidan respublika ko'rik tanlovining tuman shahar bosqichlari bo'lib o'tdi. Tanlovda o'quvchilar 2 yosh toifasida 6-8 sinf va 9-10 sinf toifasida ishtirok etib, o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Tanlovning Samarqand shahar bosqichi ochilish marosimida viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov so'zga chiqib, barcha ishtirokchilarga omadlar tiladi. Tanlov jarayonida ishtirokchilar jadid allomalarning hayoti, ilmiy-ma'rifiy faoliyati, milliy taraqqiyot yo'lida olib borgan fidokorona xizmatlari haqida chuqur bilimga ega ekanliklarini test topshiriqlari hamda og'zaki savol-javob shartida namoyon etdilar. Tanlov natijalariga ko'ra g'olib va sovrindorlar faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. O'tayotgan haftada Samarqandda Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tomonidan muvozanat, pedagoglarni psixologik qo'llab-quvvatlash treninglari bo'lib o'tdi. 2 kunlik dastur doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarining emotsional salomatligini tiklash, professional va hissiy charchashning oldini olish, jamoada ekologik va do'stona muhit yaratish, pedagoglarni amaliy texnikalar, o'zini boshqarish va emotsional qo'llab-quvvatlash ko'nikmalariga o'rgatish, emotsional intellekt va professional motivatsiyani rivojlantirish, ta'lim muhitida emotsional va jismoniy zo'ravonlik holatlarining oldini olish kabi psixologik metodlarni o'zlashtirib, amaliy mashqlar bajardilar. Ushbu treninglardan maqsad tarbiyachilarga ichki muvozanatni saqlash, professional salomatlikni mustahkamlash hamda bolalar uchun emotsional farovon muhitni yaratishda yordam berishdan iboratdir. O'tayotgan haftada respublikamizning barcha hududlarida asosiy fan olimpiadasining tuman shahar bosqichlariga start berildi. Viloyat miqyosida olimpiadaning tuman shahar bosqichlariida hududlardagi maktablarda tahsil olayotgan 40 ming nafardan ortiq 9-11 sinf o'quvchilari ishtirok etishi kutilmoqda. Jarayonlar davom etyapti. Yaqinda Samarqand viloyat korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi tomonidan maktabgacha va maktab ta'lim tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish hamda uni oldini olish bo'yicha yig'ilish o'tkazilgan edi. Unda ko'tarilgan masalalar yuzasidan viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasida kengaytirilgan muhokama o'tkazildi. Yig'ilishda ta'lim sohasidagi mavjud muammolar, korrupsiyaviy holatlarni keltirib chiqaruvchi omillar hamda ularni bartaraf etish yuzasidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Shuningdek, tizimda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, sog'lom raqobat muhitini yaratish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda xodimlar o'rtasida huquqiy ong va madaniyatni oshirish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Yig'ilish yakunida sohada korrupsiyaga qarshi kurashishni yanada samarali tashkil etish, profilaktik tadbirlarni kuchaytirish hamda har bir rahbar va xodimning shaxsiy mas'uliyatini oshirish bo'yicha tegishli vazifalar belgilandi.